Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli podpischilar, kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar? Men yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni YouTube kanalida, Instagram kanallarda chet elda, masalan shu Amerikada bo'lsa kerak, Amerikada o'zimizning Xorazmli bolalar Amerikada supermarketga girib, Xonqomizning birinchilarini ko'z turiblar. Xonqo birinchi Amerika supermarketlerinden, yani dükkanlarından bor ekan deb. Men bu videoni ko'rib, doğrusu bir faxrlanib ketganman. Xonqomizning birinchi chet ellarda, Yevropalarda yine magazinlarında deb men shu vaqtda bir g'ururlanganman-da. Xonqo Express Export MCC korxonasi rahbari Shavkatbek og'amizning Guruz zavodini sizlar bilan bir ko'rib chiqsak. Özlerimiz Xonqo tumanımızda Yoshlar kichik sanoat zonasında joylashgan ekan. Shavkat og'amizning suhbatini olish maqsadida geldim o'rtoqlar. Men chunki g'ururlandim. Amerika davlatlarida o'zlarimiz Xonqo tumanimizning birinchilari ekan. Ya'ni mustaqillik muqaddas ne'mat, ulkan mas'uliyat. Xudo sen shu katta zavodga keldik ekan. Xonqo birinchilarimiz chet davlatlarda. Shavkat aka, assalomu alaykum. Tasodifan qarang, aydinmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat. G'ururlanib, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qiziqib keldim aka. Shu haqda bir ma'lumot berib o'tasizmi bizlarga? Shu mikrofonda qassaga. Sog'ligingiz yaxshimi, Harmon aka? Rahmat, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Sexingizga keldik tasodifan. Shu ijtimoiy tarmoqlarda eksport etib turgan bu ishingizni ko'rib, o'zimiz g'ururlandik to'g'risi. Rahmat. Shu birinchidan ko'rgan edim men ijtimoiy tarmoqlarda. Hozir birinchimiz bo'ladi, bu 6 kilo 800, bu 2 kilo, bular 1 kilodan bularimiz. Hozir endi shuni brendimizni tozaladik-da. Hozir ishlab chiqaramiz. Brendni yangiladingiz-a? Undan mujga yetib boshladim endi. Endi xudo xolasa, ish oydan. Xudo bersa, ish oydan chiqaramiz. Bular ham, voy, sifatida umuman gap yo'q. O'ta sifatli. O'zimiz Xorazm birinchilari. Xorazm birinchi o'zimizda yetishtirilgan. O'zimiz tabiiy mahsulot. Roshanbek hozirgi kunda bizning Xonqo Express Export mas'uliyati cheklangan jamiyatimizda xudo xolasa birinchilarimiz Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa shularga eksportni qilib turibmiz. Xudo xolasa nimamiz undan ham rejamiz undan ham katta. Sabab muhtaram prezidentimizni tabriklari berib turgan yengilliklari, issiqxona imtiyozi, mana tamojilardan ko'p yengillik yaratib berdilar. Hammasi shu muhtaram prezidentimizni arkasidan. Hamda Roshanbek har yil an'anaviy 20-avgustda prezidentimizni tabriklari bilan ochiq muloqot bo'ladi. Bizlar uchun bu ko'p yengillikda u. Masalan, nima qila olmaydigani hamma borib aytishi mumkin. Hamma nimani hozir prezidentimiz shunday ochib beryapti, bizlardan bo'lgani ishlash kerak. Bu yil yaxshi nimalar kutib turibmiz, yangiliklar, qanaqa yangiliklar bo'lar ekan, qanaqa yangiliklar bo'lar ekan. Bundan yana bir g'ururlanib faoliyatimizni bundan ham kengaytirish, bizlar uchun ishlash, g'ururlanib nima qilib ishlash nimamiz. Yana ish so'rovlarimiz yaratilib turibdi. Yoshlarimiz imkoniyati cheklangan nimalarimiz bor. Asosiy yoshlar urg'u beryapmiz. Biz shular bilan ishlaymiz. Ular bilan ishlashi juda yaxshi. Qiziqishi yaxshi bo'ladi, ishni nimasi yaxshi bo'ladi. Bizda mana innovatsion zavod nimalarimiz olib kelib qo'yibmiz, o'g'ilishdan qanaqa qilib sifatini dunyo nimasiga talabda javob beradi. Hurmatli obunachilarimiz, kuzatuvchilar, eshitdingizlar Shavkatbek og'amizning gaplarini. Men Shavkatbek og'amizning shu gaplaridan doğrusu ta'sirlanib ketdim va g'ururlandim. Qaranglar, o'zimizning O'zbekiston Respublikamızda, Xorazm viloyatida, Xonqo tumanimizda shunday qarang, Yevropa davlatlarini, chet ellari Xonqomizni birinchilari eksport bo'lib turgan vaqti biz ne uchun faxrlanmasligimiz kerak, ne uchun g'ururlanmasligimiz kerak. Shuningdek, og'amiz, men bu Shavkatbek og'amizni yerdan taniyman. Bundan 10 yil oldin kichkina xaroslar bo'ladi edi. Hozir Shavkatbek og'amizdan iltimos etib so'radim. Shu Bruz zavodini men bir go'stin obunachilarimizga deb iltimos etdim. Yaxshi deb hozir ishchilari to'xtatib qo'yishni aytdilar. Men bir 5 minut shunday bir syomka etib bering aga. Deganim bilan rahmat Shavkatbek og'amizga. Nalarni
zavodlarınızı öçürüp koydular. Yani stanoklarını. Olmasa mənə avazım eşitilməyədi səsində, şavkunda. Qarın zamanəvi. Bürünçlü yuvanı, yəni xoş orayatıyıb çıxaradı. Val, üçüncü val. Bu birinci val, ikinci val, üçüncü val. Şimdi. Aman da qılavni valımız. Əsası qılavni valımız yəni şu əkən ortaqla. Bürünçlərin xoş oraya çıxışında. Bürünç... Bir dana adam bu. Xarəzm boyunca bir dana əkən ortaqla. İndi bunun içində daşlarını alıb taşıydı, başqa bir gərəkməyən onun əsərlərini alıb taşıydı. Amma bunun üstü xoş rəyətib, yaldıratıb, yulmatıb çıxaradım. Vallahi şulayına. Yəni ortaqla. Bizə fəxrlanışımız gerək. Çünki biz yəni Xankatmanımızdakı bürünçlər çet ellərə getdirib. Hörmətli abunəçilər, Xankatmanımızdakı Xanka Express Export MTC karxanasının rəhbəri Şəvkət Bey ağamız bilan suhbətləşdik. Gördüyünüzdə, eşitdiyinizdə Şəvkət Bey ağamız özünün məhsullatlarını çet ellərə eksport etib duran ekanlar. Rəhmət aytamız, canları sağ olsun. İşlərinə omad, muvaffəqiyyət diləyimiz. Rəhmət əmməyinizə. Xeyir, sağ olun, aman olun.